Loyiha boshqaruvi bu nafaqat reja tuzish, balki maqsadga erishish uchun butun jarayonni samarali boshqarish san'atidir. Bugungi tezkor dunyoda har bir tashkilotning muvaffaqiyati, ayniqsa yetakchilikning samaradorligi loyiha boshqaruviga bog'liq. O'g'ri boshqaruv natijasida vaqt tejaladi, resurslar oqilona ishlatiladi va eng muhimi loyiha belgilangan muddatda sifatli natija bilan yakunlanadi. Loyiha boshqaruvi nafaqat biznesda, balki ta'lim, sog'liqni saqlash va davlat boshqaruvida ham muhim o'rin tutadi. Zamonaviy yetakchilar uchun loyiha boshqaruvi ko'nikmalari har qanday tashkilotning muvaffaqiyati uchun zarurdir. To'g'ri boshqaruv natijasida vaqt, mablag' va resurslar tejaladi hamda natijalar yuqori sifatda amalga oshiriladi. Har bir loyiha 3 asosiy elementga tayanadi. Birinchisi bu maqsad, ikkinchisi vaqt va nihoyat uchinchisi resurslardir. Loyiha boshqaruvchisi ushbu 3 unsurni doimiy ravishda muvozanatda ushlab turishi lozim. Agar vaqt kechiksa, loyiha ortga suriladi. Agar resurs yetishmasa, natija sifatiga zarar yetadi. Boshqaruvchining asosiy vazifasi jamoani bir yo'nalishda birlashtirish, vazifalarni aniq taqsimlash va risklarni oldindan aniqlashdir. Shuningdek, loyiha jarayonida muloqot juda muhim hisoblanadi. Jamoaning har bir a'zosi o'z rolini tushunishi va bir-birini qo'llab-quvvatlashi zarur bo'ladi. Har qanday muvaffaqiyatli loyiha kuchli rejalashtirishdan boshlanadi. Reja tuzishda loyiha bosqichlari, muddatlari va har bir bosqich uchun javobgar shaxslar aniq belgilanadi. Buning uchun Gantt jadvali kabi maxsus vositalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Resurslarni to'g'ri taqsimlash esa loyihaning yuragi hisoblanadi. Resurslar nafaqat pul va materiallar, balki inson resurslarini ham o'z ichiga oladi. Agar loyiha noto'g'ri rejalashtirilsa, bu vaqt va mablag'ning isrof bo'lishiga olib keladi. Masalan, biror tadbirni tashkil qilishda budjetning noto'g'ri bo'linishi yoki yetarli xodim jalb qilinmasligi tadbirning muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois har bir bosqichni diqqat bilan tahlil qilib, resurslarni oqilona rejalashtirish muhimdir. Loyiha jarayonini nazorat qilish muvaffaqiyatning asosiy shartlaridan biridir. Monitoring orqali loyiha rejalashtirilgan yo'nalishdan chiqib ketmasligi ta'minlanadi. Ko'rsatkichlar muntazam o'lchanib, jamoaga fikr-mulohaza beriladi. Natijalarni baholash esa kelajakdagi loyihalar uchun muhim tajriba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, muvaffaqiyatlarning nishonlanishi jamoaning motivatsiyasini oshiradi.